Assalomu alaykum. Hujjatlar tekshirish maqsadida Yo'l-patrul inspektori Mahmudxo'jayev Ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonunning 8-moddasiga asosan hujjatlar ko'raveradi. Ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonunning 8-moddasiga asosan hujjatlaringizni ko'raveraylik. faqat ochkingizni yechib qo'ysa bo'ladida. Qonuniy talabmi, iltimosmi? Iltimos. Yo, bu dasturning raqami to'g'ri chiqamadi do'g'ri. To'g'ri. Ishlarda yaxshimi o'zi? Chunki aka anaqa muddat o'tgan, bitta xodim to'xtatganida, o'shanga har doim tekshiraman. Bilasiz, oldinda yaxshi tanaganim uchun ko'ryapman aka. Yo'q. O'zida xabaringiz bor. Qani, bor bo'ldi. Raqami bor. Chiqarish mumkin emas, raqami bor. Serial raqami bor dasturda. Mazalochi. To'g'ri? Ha, Yana shuni beriladi aka. Ya, syomka qilinadi, bo'ldi, yopib qo'yavering. Hujjatlarni ko'rsatib Albatta. E'tiboringizni nima tortdi aka? Men oyna tortdimi? Oyna tortdimi? Oyna qizil-ku, tashqaridan ko'rganingizda. So'nggi sozlashni o'rgansizlar. Antiblik qoplamasi qizil. O'sha tortdi e'tiboringizni. Mumkin-ku. Ya, mumkin, bilaman mumkinligini aka. Bitta gaya xodimi вообще mumkin emas degandida. Bu rangli bo'lsa mumkin emas. Rangli aka, men qizil. Oftobda sizga qizil beryapti. Qizil aka, rangli qizil, men tan olaman. Qizil rangli antiblik qoplamasi bu. Mumkin emasmi? Mumkin. Mumkin, a? Mumkin. Gapsiz bo'lishi mumkin. Mumkin. Qizil bo'ladi, atermal yashil bo'ladi. Ko'p effektini ham beradi. Uni taqiqlamagan. Hayır. Keyin nur qismi o'tyapti o'xshash. Albatta. Bitta xodim taqiqlangan deb bosh qotirgandi-da. Hammaga javob bermay, o'zim bilgan qonunni sizga mumkin. Dildirab boqing. Dildorim. Xonam. Hamma joyda o'qiyor. Yaxshi. Aka, stop. Nega rasm tushirdingiz? Nima? ID kartangizni stikerdan o'qidim. Yo, rasm tushirib oldingiz, nima yerdan ko'rib turibman-ku. ID kartangizni shtrix kodini o'qisam, mana buni o'qiydi aka. Mana ko'rsatib berishim mumkin. Bering, boshqa. Bitta ko'rsatib yuboring aka. Mana qarang. ID karta degan. Mana rasm shtrix kodini o'qisa, siz daningizni o'qiydi planshetimiz. Jasur aka? Rasm tushiriladi. Rasmni o'chirmaydi bu. Planshetku. Yo, rasm tushirishgan holatlar bo'lganda-da, o'shanga. Yo'q. Mayli aka, charchamang. Avval ishlarga omad. Ijodga omad tilamiz. Yaxshi xodimlar bilan biz ham yaxshi gaplashamiz albatta.